Məxfiyyətlik dünyadakı ən sırlıq 24 saatlik dərs. Əmdi bu kitabni mən aldığım qıtımı bir təvsiyə qılğan. Əmdi bunun sözləngini tartış gücünün qanuniyeti, yuşurun ağını qandaq kontrol qilish. Unda olsa bu yerdə yuşurun ağını kontrol qılıb, əməliyyatınızda siz erişməkçi olan nərsəni özünüzə tartıb əklə alaysınız deyirdi. Unda olsa bu gap rastmı, yalğanmı degan to'g'risida Amerika olimlari mundaq bir tajriba ishlagan. Ya'ni olimpik musobaqasi yuguradigan tanarkatchilardan bir ikkisini əkləyib, ma'lum bir o'yga kirib, shundaq o'rnaq o'ltag'izib, bularning badan muskullariga nazik sezgichilik senzorlarni chaplab qo'ygan. Shuning bilan bularga shu o'yda ko'zini yumdirib, amaliy musobaqa maydonida yugurayotgan holatni to'xtamay tasavvur qilgan. O'yilmagan ish yuz bergan. Ya'ni bularning bu tasavvur qilgan vaqtdagi muskullarining qaytirgan chastotasi bilan amaliy musobaqa yugagan vaqtdagi muskulning qaytirgan chastotasi o'xshashib chiqqan. Demak, sening bu badaning sen yuşurun engingni yugurayotamsa, xiyolingni yugurayotamsa, amaliyot yugurayotamsa bilmaydi buni. Shuning uchun siz to'xtamay shu yaxshi ishlarni, boyliqlarni, salomatlikni tasavvur qilgansizki, sening badaning tabiiy mashtaq quvvati deb o'ylab shuningga bas keldi, shu narsalarni tortib akildi demoqchi. Albatta, bunda qoldi kitobni men bu yerda bir ikki so'z bilan so'zlab tushuntirib bo'lmayman. Shundaqku? Shuning uchun bu kitobni chuqur har biringlarning bir qatim o'qib beqishini tavsiya qilaman. Asli boshi 49 qo'yliq kitob. Hozir qoldi kitobning funksiyalari faqat 12 qo'y. Butun jumboda kirasi yaxsiz. Yoqtirgan do'stlar, seri qardini setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.